O'zi qiz farzand qanaqa tarbiyalanadi o'zi? Qanaqa tarbiyalaganda to'g'riroq deb hisoblaysiz? Mana sizda ham qiz farzandlaringiz bor. O'zi aslida ona o'zini tarbiyalash kerak. Bu nima degani? Misol uchun bizga farzand berilayotganda oppoq list qilib beriladi, ya'ni fitrati, ongi juda ham toza bo'ladi. Lekin biz farzandlarni tarbiya qilamiz deb, aslida tarbiyani biz g'amxo'rlik bilan tarbiyani juda ham adashtirib qo'yamiz. Misol uchun toza kiyim kiydirish, uni ovqatini berish, qilayotgan g'amxo'rligimizni u qilish mumkin emas, bu qilish mumkin emas. Ya'ni sovuqdan asrash, issiqdan asrash, bu narsani biz tarbiya deb o'ylaymiz. Lekin aslida tarbiya o'zi nima? Tarbiya bu biz qilayotgan xatti-harakat. Kimga qilayotgan xatti-harakatimiz? Farzandlarimizga qilayotgan xatti-harakatimiz, turmush o'rtog'imizga qilayotgan munosabatimiz, atrofga qilayotgan munosabatimiz, bizni holatimiz, biz qanday holatdamiz, asabiymizmi, xotirjammizmi? Mana shu tarbiya. Agar men o'zim turmush o'rtog'im bilan xotirjam gaplasha olmasam, ertalabdan kechgacha telefonni yoki serialni tagida o'tirsam, o'tirib olib idishni yuv deb buyuradigan bo'lsam, o'zim xonalarimni tozalamasam, o'zim chiroyli za stolom ovqat yeyishni bilmasam, lekin bu narsani farzandimdan talab qilishim o'zi noto'g'ri aslida.